Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Verkoran degan tog'dagi uyda talada quyosh parlab turgan zangar osmonliq, nihoyatmi chiroyli kun bo'layotdi, lekin bakli sovuq. Shunga uyda o'ltirib bir asar o'qib beray dedim. Qo'limda Abduqodir Jaloliddinning Yüzümüz, Özümüz ve Közümüz degan maqollar to'plami. Ehtimal sizlarmi oldinglar? Xalqimizning faxrlik o'g'loni, donliq yozuvchi, shoir Abduqodir Jaloliddin muddatsiz qamoq jazosiga buyurilibdi. Şuna ötken hafta Abduqodir Jaloliddin'ninki asarlarini özüm yana bir o'qib chiqdim. Ötken hafta yana donliq yozuvchimiz marhum Zordun Sabirning Ana yurt nomli romanining turkchaga tarjim qilinganligi xabarini anglab bakmi xush bo'ldim. Bugun huzuringizga tarixdan qutulish uchun Zordun Sabir akaning Ana yurt trilogiyasini o'qib degan temadagi bir asl maqolni o'qib beraman. Xo'sh. Tarixdan qutulish uchun Zordun Sabir akaning Ana yurt trilogiyasini o'qib. Zordun Sabir akaning Ana yurt trilogiyasini o'qib bo'lib, nima uchundir uzoq xiyol surishga majbur bo'ldim. Buni hargizmi kishiga yengillik va ozodalik akiladigan xiyol degili bo'lmaydi. Balki u tarixning qattiq to'lg'oqlari, ochiq saboqlari, uch cheki yo'q nadomatlari bilan qo'shilib ketgan vijdon muhokimasi edi. Shu chaqda muallifning o'zi bilan rosa mungdashqim keldi. Afsus, u aramizdan ketib qolgan. Ömrünün oxirgi mezgilida tarix tepishmoqlariga oshiq bo'lib qolgan Zordun Sabir aka yeziq shirasining oldidagi uzun musabihlik istiqomatlarida hal qilolmagan tepishmoqlarga haqiqiy javob tepish uchun tarixni qon bilan yaratquchi shohidlarning qishig'i ketgan edi. Darvaqa tarix ba'zida arvoqqa o'xshaydi. Onun kishilarni o'ziga tortib tura olishidagi sabab shuki, bu arvoh tiriklarning orzu uchun bo'lgan kurashlari va intilishlaridan oziq oladi. Tiriklar o'zlarining hayotliq ko'rishiga bo'lgan sezikligini bilishganlarida, shundaqla orzu chambarlarini erkin kengaytishga mumkinlik topolmaganlarida ajdodlarini yodiga oladi. Ötmüş ularning faoliyat makoniga aylanadi. Kishilar tabiiy holda burun o'tgan azimatlarini o'zlarining buguniga boshlab keladi va ular bilan bir ruh, bir tan bo'ladi. Allaburun o'tib ketgan davrlar hem şu davrlarning qahramonlari hozirgi tiriklarning qiyni bilan harakatga keladi. Bugungilarning qiyni o'tmishdagilarning to'mirlarida o'rkash yasaydi. Agar bugungilarning qiyni haroratlik, jangovar qon bo'lsa, ajdodlarning arvohi shuncha juloliq kuch sifatida kelajakning sarmoyasiga aylanadi. Agar bugungilarning qiyni sovugan, sus, shalg'utgan bo'lsa, ajdodlarning arvohi qo'ringan holda bugungilarni tashlab qochadi. Chunki tarix tushunganlar uchun aytganda bir ruhdirki, uningmi tiriklarni jazolash yoki mukofotlash qudrati bo'ladi. Ötmüş şahitleri aman özünün qabil hem qudratlik avlodlarining qadimiga
мәдәткар болады. Ular bu arqılıq kelgüsi tarixning energiya manbasiga aylanadi. Jangchilarga xos jasorati bo'lmagan Lomzalla, Rolchi, Bahodir azimatlarning qo'rqinchli janggohlardagi rolini olganda ahvol qandoq bo'ladi? Meningcha, heliqi Bahodir azimatlarning o'zimi Lomzallilik darajasiga tushib qoladi. Shunga ilgirlash ma'nosini aytganda, tarixiy siymolar hamon texmo jo'shqin varislarning mardona qadamida o'z aksini topadi. Qon bilan yozilgan tarix bo'lmasa, siyoh bilan yozilgan tarix puttarab tura olmaydi. Agar tarixning siyoh bilan yozilgan qismiga halol e'tiqod bilan yurak qini qo'shilsa, bu oxir hayotiy kuchga to'lgan tarixiy ruh bo'lib shakllanadi. Zordun Sabir aka ana yurtni qo'limizga topshirib uzab ketganda, uning o'zimi mazkur tarixiy romanining shuhrati bilan bog'langan holda yorqin bir tarixiy shaxsga aylanib ketdi. Endi biz bu akamizni uning qoldirib ketgan asarlaridan, shundaqla zamondoshlari xotirasidan izlashga majbur bo'lamiz. U o'zining yuksak bir orzuning egasiga mas holdagi shijoatlik yozuvchi ekanligini endi isbotladi. Shu topda men uning tiriklikda qoldirgan ba'zi ta'sirotlarini esimga elib turibdiman. Bilishimcha, Zordun Sabir akadak ko'p kitob ko'radigan, o'zidan hamisha qanoat topmaydigan yozuvchi aramizda ancha ko'p emas. Bizda biror parcha asarni e'lon qilib bo'lib, ommadan yaxshi inkos kutib, ta'sirot marab yuradigan, bir necha parcha asarning shuhrati bilan ijtimoiy daraja va maishat izlaydigan adiblarmi oz emas. Zordun Sabir aka o'zining qanchalik ish qilganligini normal ravishda tushunadi. O'zini favqulodda talantning ro'yxatiga tizib ketmaydi. U o'zini men bir yozuvchi, o'zimda bor qobiliyatni imkon qadar to'liq ishga solsamni bo'ldi deb qaraydi. Bo'libmi u yozuvchi qandoq bo'lmasin, ko'proq mahsulot yaratishi kerak deb tashabbus qiladi. Akamizning Uyg'urlardimi tinch don bo'lish kerak degan so'zi hozirmi aniq esimda turibdi. Tinch don daryosi bo'yidagi kazaklarning bo'ron chapqinliq urush yillaridagi echinishliq badallarini ajoyib chin tasvirlab, avtorning butkul kazaklarning harakati, orzusi va hasrati bilan sug'urilgan yurakini millat darajasiga ko'targan edi. Sap milliy turmush, nozik tasvir, avtorning quyuq shaxsiyati gupildab turab turadigan jumlalardan hosil bo'lgan butkul asar davolg'ib turgan bir dengizdirki, uningda kazaklarning mavjudligiga aylangan, o'zidan g'oyat zo'r darajada halqib ketgan Mikhail Sholoxov uzib yuradi. Tinchdan uning o'ttirg'a chiqish, siyosiy suiqasd va terrorlik bilan qoplangan Stalinizm davridagi bir inqilob bo'lgan edi. Agar Sholoxovda qo'rqmas yurak bo'lmaganida edi, u o'zidagi katta iste'dodga tayinish bilanla bugungi hayvatlik Sholoxovga aylanolmagan bo'ladi. Agar yozuvchi shijoatlik bo'lmasa, ish tamom, deydi sobiq Sovetlar ittifoqi yozuvchisi Yuriy Kazakov. U qanchalik talantli bo'lsa-mu, baribir foydasi yo'q. Iqtidori uni saqlab qola olmaydi. Tema e'tiborini aytganda, ona yurt trilogiyasi bizning tinchdan, balki o'zimizning tarixi, o'zimizning gangirashlari, o'zimizning
köreşleri sap öz tilimizda aks etkenligi sabablik Ana yurt romanı biz üçün tinch dundunmu qimmatlik. Ehtimal ba'zilar Ana yurt romanının bədii pəllisini tinch donğa yetməydi deb qaraydigandı. Meningcha bunda qarash yuzaki selishtirmadan kelgan. Bir millatning dunyo adabiyotidagi o'rnini noqul holda bədii natijalarning o'zi orqali izohlash mas'uliyatsizlik bo'ladi. Bir millat o'zining milliy xarakteri va estetik qatlamini adabiyot, san'at orqali ko'rsatalasimi, lekin bu hargizmi milliy qadriyatni namoyon qilish bilan barobar emas. Milliy qadriyat adabiyot, san'atda aks etadigan, ammo adabiyot san'atdan halqigan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy sohalarda ishga oshadigan bir jarayon. Qani kim Chingiz Aytmatovning dunyo adabiyotidagi o'rnini siyosiy va harbiy kuch ustunligida davr surgan rus millatining til yeziqidan ayirib qaraya oladi? Aytmatov Qirg'iz xalqining farzandi sifatida o'z ona tili bilan xalqiga yuzlandi. Rus tili bilan dunyoga yuzlandi. U o'z xalqining sarguzashtisi va istaklarini jakarlaydigan hamrohni rus tilining raketasi orqali olam bo'shliqiga chiqardi. Til almashtirish vositasi bo'lish bilanla cheklanmaydi. U yana o'z navbatida bir millatning o'ylash, fikr qilish, tabiat bilan aloqa qilish, sintezlash shakli, shundaqla shu millat ishlab chiqarish shaklining kristali. Demak, til bir millatning ong formasi. Biz ana yurtni o'lchaydigan o'lchamni tinch do'ntdan izlamaymiz. Balki ana yurtning o'zidan izlaymiz. Yurt, vatan tushanchalari noqul territoriyalik uqum emas. Vatan demak, muayyan makon, zamonni birlik qilgan xalq ruhidir. O'z ruhidan mustasno holda bir qavm xalq sifatida mavjud bo'la olmaydi. Demak, xalq degan uzoq tarixiy izchillikqa ega ruhning ijtimoiy gavdasi. Shundoq ekan, xalqdan va xalq ruhidan mustasno holdagi territoriya ana shu xalqqa tava mukammal vatan bo'la olmaydi. Ana yurtning mazmun va badiiy o'lchamlari dal mushu asarda tasvirlangan xalqning taqdiri, xulqi, dunyo qarashi hamda ojizligidan ishlab chiqariladi. Ideologiya sohasida yotadigan bundaq butun mehnat bizda texi ro'yobga chiqmadi. Lekin biz qadimimizni o'z chiqish yo'limizga qarab o'tkazib beramiz. Lekin biz qadimimizni o'z chiqish yo'limizga qarab o'tkazib beramiz. Bizni to'liq qanoatlantiradigan natijalar ashu tinimsizlikning pishqan bir nuqtasida chiroy ochadi. Biz qachonda o'zimizni ham o'zgalarni o'lchaydigan mustaqil qimmat o'lchimimizni zamonga loyiq holda qurib chiqa oladi ekanmiz, shu chaqdan boshlab o'zimizni o'z ichiga olgan insoniyatning barliq ruhiy va moddiy boyligi halol ham bemalol ravishda bizga mansub bo'ladi. Undaq bo'lmaydi ekan, Zordun Sabir akaning tragediyalik tarix aslimisidagi gangrashlar takror yuz berdi. Ana yurtni o'qib bo'lgandan keyin kishi tabiiy holda Abdurim O'tkir akaning iz uyg'ongan zimin romanlarini eslab qoladi. Tarixning ma'lum bir davrdagi vaqa yana bir davrda yuz bergan vaqa bilan bog'lanib ketadi. Shundaqla bir yerda yuz bergan vaqa boshqa bir yerda yuz bergan vaqaning sababi bo'lib chiqadi. Mana bu shundaq sabablar
yurt degan uqumga markazlashgan hayvatlik bir bütün tarixning faoliyatchan obrazini vujudga chiqaradi. Biz Abdurim O'tkir akaning romanlaridan Temir Xalifa, Xo'ja Niyaz Hoji qatorliq inqilob rahbarlarining o'xshash mohiyatdagi fojiasini ko'ramiz. O'tkir aka Uyg'ongan zimin romanini tamomlaganda inqilobning keyingi qismlarini kelgusidagi avlodlarning yozishiga topshirdiganligini aytdi. Vaholanki ancha uzoq o'tmayla ana shu inqiloblarning badiiy ayniki bo'lgan ona yurtni o'qib, tarix haqidagi murakkab o'ylarga giriftor bo'lib turibdimiz. Tema izchilligi nuqtasidan aytganda, ona yurt bir tarixiy roman sifatida uyg'ongan zaminning davomidir. Zordun Sabir akaning ona yurt trilogiyasining bayon stili rus prozlarining ta'siriga xeyro'shan yo'liqqan bo'lib, tabiat va urush haqidagi tasvirlar salmoq vazmin tus olgan. Milliy armiya qismlarining Shixo, Jin qatorliq joylarni Gomindang qismlarining qo'lidan tortib olish jarayonidagi urushi ko'z oldimizda hayvat, surlik qiyofati namoyon bo'ladi. Urush tangsizlikning buruqtirma havosida shalvargan jarohat. Ba'zida bu jarohatdan totuq va ba'zida jonga berib tarqaladigan zardab qoladi. Urush tangsizlikning rahimsiz topinidan qutulish uchun tavakkul qilgan kishilarga qanchalik ig'ir oqibatlarni akelmasin, ular uchun bu ko'p holda oxirgi tanlash bo'lib qoladi. Saxta tinchlik ostiga ko'milgan haqoratdan urush o'tlari baribir o'nib chiqadi. Xo'rlanganlarning ochiq qismatlarga yoshiringan haqiqatni izlashdan lazzat topadigan shijoatlik yozuvchi uchun aytganda, urushmi bir san'atga aylanadi. Chunki urushmi o'z navbatida ko'p narsani yangi boshdan yaratishga qodir. Lev Tolstoy, Mikhail Sholoxov, Hemingwaylarning asarlari ana ashundaq hayvatlik urush manzarasini tasvirlash bilan diqqatga sazobir. Uyg'ur xalq ig'iz adabiyotida jangnomalar xeli ko'p salmoqni egallaydi. Bu ashu xil temadagi yozma adabiyotimiz uchun qimmatlik tajribalarni hozirlagan. Ana yurtdagi urush temasi bizda unutilib ketay degan jangnoma adabiyotining zamonaviy varianti bo'lib hisoblanadi. Urush ba'zida cho'ng bir tarixiy ko'chishning belgisi bo'lib qoladi. Umuman u kishilar o'ylab baxmagan holdagi ijobiy yoki salbiy vaziyatni paydo qiladi. Zordun Sabir akaning qalami ostidagi urush manzarasi Abdur qalbidagi botirlik, tavakkulchilik, fidokorlik kabi hayvat xarakterdan keladigan go'zallikka bo'lgan seg'inishni izhorlab beradi. Romandagi G'ani Batur hech qandaq ijtimoiy nizom va iskanchidan tap tortmaydigan qaram kishi bo'lish bilan billa muhabbat nafrati aniq, sodda, tuz. Uning boturligi bir qarasa tomtoqlikqa ega. Neri beri ishlarni ancha o'ylab o'ltirmaydi. Yana bir qarasa nihoyatda inchika. U o'zining boturlik tabiati ko'tarolmaydigan tangsizliklarni va qazoyi qadarlarni ko'rsa, ko'ziga osonla yosh oladi. Qazoyi qadar bir qo'shimcha askartib o'tib ketay. Bilislar Abduqodir Jaloliddin ninki til boyligi nihoyatda mo'l. Shuning uchun asarlarda shaxsan men o'qigan vaqtimda davomliq men o'zim ma'nosini ancha bilmaydigan so'zlar uchrab qoladi. Shunga har qitim uzoqlik lug'atdan izlab tepib ma'nosini yozib qo'ymay kitobimga.
Мәсәлән, qazoyi qadar degan gapni bildiganlar bormikin? Cho'qim bor. Shuningdimi deb beray. Bu gap boshqa kelgan balo qazo, peshkanlik, kelishmaslik degan gapkan. Qazoyi qadar. Şuna men qayt o'qay. Yana bir qarsa, nihoyat inchika. U o'zining botirlik tabiati ko'tarolmaydigan tengsizliklarni va qazoyi qadarlarni ko'rsa, ko'ziga osonla yosh oladi. U yana xalqning g'ururiga berib taqiladigan cho'ng ishlarda sezgurlikini yo'qotmaydi. G'ani Batur vijdon yo'lidagi jangchi. Shundaqla xotinparas. Bu jismoniy kuch temib turadigan botirlarda ko'p ko'riladigan xuluq dialektikasi. Abdur G'ani Baturni hamma fazilatni o'z ichiga olgan, odamiylikdan jiroq bo'lgan sunniy avrishkiga aylantirib qo'ymagan. Meningcha G'ani Baturning qiziqqan, qaysar, ishqiboz xarakteri uning vujudidagi hayotiy kuchini samimiy, chin ravishda yorqinlashtirgan. Shuni izohlab qo'yish kerakki, G'ani Baturdagi xotinparastlik hargizmi hozirgi davrdagi e'tiqodsizlarcha suyuqlik emas. Uning bu xil turmushi ayni davr kishilariga mos holda hayoliq va intizomliq edi. Zordun Sabir aka tabiatning arkisi va shu chog'dagi jamoat axloqining nodir asri bo'lgan G'ani Batur uchun ajratgan sahifalarida bir yozg'uchiga xos zo'qmanlikini ro'shan gavdalantirdi. U go'yo Baturning qo'rqmas xarakteri va xotinparastligiga yug'urilib ketgandek ta'sir berdi. Yozg'uchining so'yidig'ini inson, hargizmi insonning darajasi va tabiqasi emas. Yozg'uchi o'zi mastoni bo'lgan go'zallikni, ishonch va e'tiqodni, oliy nishonni, hatto Xudoga bo'lgan iltijosini insondan bayqaydi. Shuning uchun yozg'uchiga nisbatan aytganda, uning asarlaridagi obrazlarning hammasi so'yimlik. Zordun Sabir aka Shingsaydak jallatlardan aqida jihatdan nafratlandi. Lekin uning o'z qavmining jiroq manfaatiga sodiq taraflarini yo'shirmay ko'rsatdi. Tarixiy shaxslarning saboqlariga jiddiy qaraydigan o'qirmanlar uchun buning o'zimi bir ibrat. Romandagi Sulaymanov tipik salbiy tus olgan, lekin avtorning pozitsiyasida uni inson sifatida aqlab tushunishimi mavjud. Demak, yozg'uchi mayli so'yimlik bo'lsin yoki jerginishlik bo'lsin, o'zining har bir personajini inson sifatida tushunmaganda adabiyotning chinligi zaiflashishga boshlaydi. Zordun Sabir aka o'zining hayot haqidagi qimmat qarashini qandaqdir bir qancha tipik personajga markazlashtirib qo'ymagan. Balki uni romandagi cho'ng kichik barliq elementga takshi singdiralagan. Shunga biz romandagi kichik omillarni nazardan saqit qilgan holda avtorning ideyasi haqida lilla tushunchaga kelolmaymiz. Bundaq ahvol Tolstoy, Dostoyevskiy romanlarida toza voyaga yetgan bo'lib, rus prozasidagi obraz yaratish metodlarining Zordun Sabir akaning qalamiga bo'lgan ta'sirini yuqorqi taraflarda xeyli aniq ko'ra olamiz. Abdurim O'tkir akaning romanlarida uslub jihatdan sharqcha, jumladan O'rta Osiyocha puroq xeyli kuchli. Bu romanlarni o'qiganimizda V.G. Yanning Chingizxon nomli romanining ta'mini aslab qolamiz. Mamti Minoshira akaning Qum bosgan shahar romani tarixiy haqiqatlarni afsonalashtirib ko'rsatishdi. Uyg'ur cho'chaklaridagi uslub bilan o'tirg'a chiqdi. Yozg'uchi qandaq ifodalashda o'ziga xos yo'l tutdi. Ammo yuqorqi asarlarga Nur Muhammad To'xta akaning 6 kunlik podshoh Şinjan Madaniyati jurnali 2000-yil 1-son nomli hikoyasini birlashtirib qarasak, ular belgilik ijodiylik va xoslikqa ega badiiy yo'l bilan
mundaq bir sadani anlatıdı. Özünün g'oyasini aniq hal qilolmagan va bu g'oyani keng ommaviy asosga ega qilish bilan birga programmlashtira olmagan inqilobning hammasi mag'lub bo'ladi. Toshqanni harbiga qatsa, harbini o'rmonga tortadi. Chashqanni harbiga qatsa, karavatning ostiga tortadi. Agar toshqan bilan chashqanni birla vaqtda harbiga qatsa, ahvol qandoq bo'ladi? Buningga bizda hozirgacha yozilgan tarixiy romanlar javob beradi. O'qirmanning samiga selib o'tish zarurki, turmush hodislaridagi haqiqatlar, jumladan adabiyotdagi bishoratlar sagak fikr egalariga ayon bo'ladi. Qadimki Yunan faylasufi Aflatun inson ruhini arzu, idrak va g'ururdan iborat 3 tarkibiy qismga bo'ladi. Arzu bir odamni o'zida yo'q narsalarni izlaydi. İdrak bo'lsa, bu izlanishdan sharoitga munosib holdagi vosita ham usullarni kashf qiladi. Insonda non bo'lmasa, non arzuga aylanadi. Erkinlik bo'lmasa, erkinlik arzuga aylanadi. Shuning uchun ba'zilar non ko'rishiga, ba'zilar huquq ko'rishiga o'zini atagan bo'ladi. Bir inqilobiy qo'shin ani shundoq har xil tipdagi arzu egalaridan tashkil topadi. İnsan aql egasi bo'lganligi uchun u o'zining boshqalarning nazarida insonga xos sifatga ega bo'lishni o'ylaydi. O'zini boshqalar bilan o'xshash deb qarash ibtidoi adolat tuyg'usini shakllantiradi. İnson o'zining tegishlik qadr-qimmatini his qila olmasa, uning achchiqi keladi. Nomus his qiladi. Agar inson o'zining qimmatini ko'ra olsa, boshqalarning hurmatiga erisha olsa, o'zidan mamnun bo'ladi. Mana bu insondagi g'ururdir. Tarixni insondagi yuqorqi 3 omil yozadi. Lekin tarixni yetaklaydigan qism oliy mafkuraga aylangan g'ururdir. Uyg'ur tarixiy romanlarini badiiy jihatdan pishib yetilish bosqichiga yetdi deb qarashga teqiboldir. Buningga ma'lum bir jarayon kerak. Buningda yozuvchilarning o'z-o'zini tarbiyalashi ham muhim shartlardan biri. Hozirgi kayfiyatdan qaraganda kishilar tarixiy faktlarning pardozsiz holdagi obyektiv taraflariga ehtiyojliqdek turadi. Kishilar Abdurim O'tkir, Abduvali Ali akalarning tarixiy temadagi asarlarini, jumladan Zordun Sabir akaning katta ijtihotining samarasi bo'lgan Ona yurt romanini estetik ehtiyoj uchun emas, balki o'zini ham o'zgini tarixiy haqiqat nuqtasidan tushunish ehtiyoji uchun zarur bildi. Men biraz qisqartib o'tay. Zordun Sabir akaning Ona yurt trilogiyasi bizda yozilayotgan tarixiy romanlar ichida badiiy tusi yuqori asar bo'lib qoldi. Abdur badiiy talab bilan tarixiy uchur sig'imchanligi o'tirsidagi munosabatni qandoq bir taraf qilishda zo'r kuch sarf qilgan. Asardan qaraganda Abdur tarixiy uchurlarni to'plash uchun ajoyib ko'p emgak qilgan va uni o'qirmanlarga yetkazishga jiddiy ahamiyat bergan. Bu taraf bizdagi o'g'inish va tadqiq qilishga e'tibor bermaydigan adiblar uchun bir ulgi. Romanda personajlar shuncha ko'p. Asosli personajlar xarakter jihatdan o'z mustaqilligi bilan ko'zimizga tashlanadi. Uning ustiga bularning mutlaq ko'p sondikisi
tarixiy shaxslar bo'lib, tarixiy shaxslarga obyektiv baho berish sharti bilan badiiy sifatda namoyon qilish yozuvchidan ham o'tkirlik, ham zilliqni talab qiladi. Diyorimiz uzoq muddatlik ozodlik kurashlari, son-sanoqsiz shahid qurbon, talay tarixiy ibrat bilan to'lganki, bu zamindan pitgan kesaklardan, bu zaminning tog'laridan ilingan yozma toshlardan ormonda ketgan million shahidning ormonliq ko'zlari qarab turadi. Hayot haqiqatlari adabiy haqiqatlarni tug'udi. Tarixiy temalarda asar yezish intilishlari bir jihatdan tarixning chaqirig'i, yana bir jihatdan biz yashayotgan reallikning tafakkur ehtiyoji. Haqiqiy yozuvchi boshqalarning har xil g'arazdagi tanqidiy va maqtishiga qarab turmaydi. U o'zi yo'rtib berishga tegishli haqiqatni topgan kundan boshlab, shu haqiqat ustida minnatsiz qalam tavritishning bir xil nijotliq yo'li ekanligini o'ziga ishonch bilan jakarlaydi. Yeziq shirasining oldida tun bo'yi chekkan iztiroblar, to'kkan yoshlar, ig'ir fikri mehnatlar hech kim sezmaydigan ajoyib baxtiyorlik tuyg'usini boshlab keladi. Yozuvchining mukofoti ana shu yerda. Zordun Sabir akaning bu asri uning badiiy izlanishlaridan ko'ra tarixiy haqiqat ustidagi izlanishlarini ko'proq oshkorlab berdi. U o'zi biladigan bir muqaddas so'zga umrining oxirgi mazgilidagi hamma narsasini bag'ishlagan edi. U o'zining obidasini bevosita o'zi tiklab bo'lib, biz bilan xo'shlashdi. U mushu romanni yozish jarayonidagi son-sanoqsiz riyozatini billa elib ketdi. Ilmiy ishlarga yar yo'lak bo'lish emas, hatto hesdoshlikmi oz uchraydigan sharoitda uning to'lagan badallarining biz paraz qilolmaydigan darajada ko'p bo'lishi muqarrar. Zordun Sabir aka qo'limizdagi asr sovg'asi bilan tiriklarga shuni uqtirdi. Bizda Uyg'ur prozachiligi haqida nazariyaviy izlanish boshlanishi kerak. Oliy maktab va akademiyalarning adabiyot xonalari tadqiqotni unvon va ilmiy darajalarning vositasiga aylantirib olmasdan, masalalar ustida mas'uliyat bilan ta'xirsiz izlanadigan bo'lish lozim. Növbətdə tarixiy haqiqat to'g'risidagi badiiy inkaslar falsafaviy inkaslarga aylanish. Shu asosda mufassal tarix ideyasining shakllanish intayin zo'r. Chunki tarixiy bilimlar tarix ideyasiga aylanmaganda tarixning eziq turishi asonla yuz berdi. O'tmishdagi tarixiy fojialar yana takrorlandi. 2001 yılı 20 fevral Ürümçi. Xuddi Abduqadir Jaloliddin mayada yozgandek, haqiqatan o'zim buni mushundaq yozg'uchida, masalan, mishani qayta o'qib bersam sizlarga. Haqiqiy yozg'uchi boshqalarning har xil g'arazdagi tanqidi va maqtishiga qarab turmaydi. U o'zi yo'rtib berishga tegishli haqiqatni topgan kundan boshlab, shu haqiqat ustida minnatsiz qalam tavritishning bir xil nijotliq yo'li ekanligini o'ziga ishonch bilan jakarlaydi. Tugidi. Şunun bilan bugungi kitob o'qishimiz shu yerda oxirlashadi. Men kitob o'qish munberdagi barliq mushtarilarimizning munberimizga yangi kelgan barliq anglarman, ko'rarman, qarindoshlarning har qanday vaqtda duo qilgan vaqtlaringlarda, namoz qilgan vaqtlaringlarda turmalarda yetayotgan Abduqadir Jaloliddin
Yalqın Rozi, Rahile Davud, qatarlıq barlıq sərkilərimizge aman esenlikle tiləşini unutup qanmaslıqlarını çin dilimden tileymen. Xudayım bu sərkilərimizni öz panahida saxlasın. Dualarımız, güzel dileklerimiz şulağı yetsin. Maqul əmsə, keler qitimliq kitap oqış programımızda görüşeyle. Xayri xoş, aman bolaylı. Ölsem ar bilim yoktu. Yerdim senim vay bolsa. Ölsem ar bilim yoktu. Seni görmey ölüp gelsin.
Muradımga